Xamirni ortiqcha yoyib o'tirmasdan, qorib o'tirmasdan, bosh og'riqlarisiz juda ham mazali bo'lgan, mazasidan xuddi pitssani eslatadigan mazali nonushta uchun yegulik tayyorlaymiz. Demak, idishimizga 300 g iliq sutga 300 g iliq suv qo'shamiz. 1 osh qoshiqda shakar, 1 chimdim tuz va 1 osh qoshiq xamir turish solib, 2 dona tuxum solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Kerakli miqdordagi unimizni solib, quyuqroq xamir qilib olamiz. Xamirimizni oshib olish uchun yarim soatga ustini yopib, chetga olib qo'yamiz. Ungacha ichiga solinadigan nachinkalarni to'g'rab olsanglar bo'ladi. Nachinkasini xohishga ko'ra o'zgartirishingiz mumkin. Menda ko'k piyoz, sariq bulg'ori, 2 dona to'g'ralgan sosiska va qirg'ichdan chiqarilgan pishlog'imizni aralashtirib, qizib turgan tovamizni ozgina yog'lab olib, tayyor massamizdan 2 cho'michdan solib, qoshiqchada biroz tekislab yoyib olib, tovamizni qopqog'ini yopib 2-3 daqiqa pishirib olamiz. Nonimiz qizarganidan so'ng orqa tarafini o'girib, yana 2-3 daqiqa pishirib olamiz. Juda ham mazali bo'lgan yeguligimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Bu yeguligimizni yeyishga qulay qilib kesib olamiz. Ketchup yoki bo'lmasa smetana bilan bemalol dasturxonga tortishingiz mumkin. Oling, siz ham yeb ko'ring.